Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, bu holda mana keyingi yog'och MDF zakazlarimizni xo'p, kraska, laklar tepilayotgan jarayondan ustaxonamizdan lavha qilib beramiz. Xo'p, bu yerda yog'och zakazlarimiz tayyor bo'lyapti. 8 kilogram, 6 ta bir qanotli romamiz bor. Bularga hozir kraskalar sepib, ranglarini moslab oldik. Endi bular ustidan lakdan oldin gruntovka sepilyapti. Bu hozir sepilayotgan narsa lak emas, gruntovka. Kraska sepilib bo'lgan, mana ustidan gruntovka beradi. Bu zashnik ham kraskani ham lakni yaxshi ushlaydi, bilaksiz zo'r beradi. Kraskani xizmati o'ta uzoq bo'ladi. Kraskani yaxshi ushlab beradi, qirilishini, o'chib ketmasligini, oqoq chidamlik. Xullas har tomonlama yaxshi narsa. Bu xo'p, yog'och zakazlarimiz o'zimizni asaka o'qchiga tayyorlab beryapmiz. Andijonga obromlari, bu mana yerda korobkalari xudo xolasa tayyorlab, ichkarida mana MDFlarimiz. Xo'p, bu tarafda endi MDFlarimiz, mokriy rangdagi MDFlarimizga xo'p mana laklar sepyapmiz. Xudo xolasa MDFimiz ham yog'ochimiz ham teng bityapti. Xudo xolasa mana bularni laklarini ham glansiy qilib, chotki qilib sepdik. Xudo xolasa bularni hammasini ham terib, ustonovkaga osham-oshalarni qo'yib, xonadonimizdan, ustaxonamizdan syomkalarni qo'yamiz. Xo'p, xudo xolasa ko'rib borasizlar. Xo'p, bu yerda mana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Xo'p, oq MDFlarimiz ham bor. Xo'p, oq zakazlarimiz bularimiz asakaga qilib berganmiz. Xo'p, bu yerda 3 ta bir qanotlik, bu yerda 2 qanotlik oq laminat MDFdan eshik tayyorlab berganmiz. 3 ta bir qanotlik, bu yerda 2 qanotlik high-tech fasonda aynalik qilib, aynaklarni ham gulli qilib, germetika qilib, padmos tushib rangini qora zamoylar qilib, skromniy holatda qilib berganmiz. Aytganimiz, yo'nalishini palasalar уже to'xtadi, palasasiz skromniy holatda bo'ldi. Xo'p, bu yerda mana 3 ta eshigi bor. Xo'p, korobkalari ham xo'p, oq eshik bo'lgani uchun MDFdan 12 sm-lik bo'lgan. Shumkalari bor albatta, chekada rezinkalari bilan birga tayyor bo'lgan. Xo'p, mana bu yerda buni 2 qanotligi. Xo'p, bu 2 qanotligimiz. Xo'p, razmeri 1.10 ga bo'yi 2 metr. Bir qanotlarimizga 92 metr bo'lgan. Xo'p, yog'och zakazlarimiz ham ketyapti bu yerda. Xudo xolasa yog'och endi zakazlarimiz xudo xolasa hammasi bo'lyapti. Inshaalloh hammasini birin-ketin syomkalarni qo'yib boramiz. Sonadan, xonadonlardan lavhalar. Bular laklari sepilib, zamoylari qo'yilib terilganda yana ham chiroyli chiqadi. Xudo xolasa bu yerda keyingi zakazlarimiz, MDFlarimiz bo'yalyapti. Keyingi zakazlarimiz. Xo'p, mana bu yerda svetni ham qo'yadimi? Xo'p, keyingi MDF zakazlarimiz. Xo'p, bularimiz laklar sepilib bo'lgan, keyingi zakazimiz tayyor bo'lyapti. Xo'p, bularimiz laklar sepilgan, tayyor holatda quridi. Xudo xolasa zapchastlarni qo'yib, o'zimizni bulovoshiga Shironbuloqqa shahiy o'ziga yo'nalib beramiz. Bu mana keyingi mokriy zakazlarimiz, laklari sepilib bo'lgan, tayyor holatda. Glansiy o'ta tanashli kraskalari ham, xudo xolasa ranglari ham, nejniy akfalarda mokriyga birga bir tushadigan rangimiz. Nomerimiz 99 ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqa chiqib olasizlar. Eshik-romilar oz-ko'piga qarab, vodiy bo'ylab xizmatlarimiz kelishgan holda qilib beramiz. Bu yerda yog'och zakazlarimiz, xo'p, qopoq pramulari, keyingi yog'och zakazlarimiz, MDFlarimiz, xudo xolasa hammasi birin-ketin bo'lyapti inshaalloh. Hammasini o'rnatib qo'ygan. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqa chiqib olsa, Telegram, WhatsApp bor. Nomerlarimiz ertalab soat 5 dan kechki soat 10 gacha yo'q. Salomat bo'linglar. Ranglari ham o'ta nejniy chiqardim, tabiiy yog'ochimizni.